Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve l'âkibetu lilmuttakin. Ve la udvâne illa alel-zâlimin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Emme ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi nehmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallahu şehadeten tekunu lin necati vesile ve li rafa'id derecati kefile. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Ellezî ba'asehu ve turukul imani kad gafet asaruha ve habet envaruha ve vahanet erkanuha ve cu'ile mekanuha. Bismillahirrahmanirrahim. Biz hem de Mişkatul Mesabih degan kitapni başladık. Mana tününgeki dersimizde her qanday bir kishi ilm o'qimoqchi bo'lgan bo'lsa, shu o'qishdan burun bir necha narsaga diqqat qilish kerak degan o mazmunda ham to'xtaldik. Uningdan keyin biz o'qimoqchi bo'lgan kitobniki o'zi hadis kitob. Mana hadis degan nima? Uning ustida qisqa ham to'xtaldik. Uningdan keyin bu kitobni yozgan odam kim? Mana bu odam kim? Onun üstüde hem toxtaldık. Yani bu Mişkat Mesabih degan kitapni yazgan adam asli ikki. İkki bo'lgandan bu kitapni boshda yazgan adam mana İmam Bag'viy rahmetullohi alayh Mesabih Sunnah degan kitapni yozib, fakat bu adam shu kitapni yazgan vaqtdagi o'zidan o kitapniki hech qanday bir isnodi yo'q, fakat qala Rasululloh degan mushali bor ekan. Musha bo'lgandan bu kitapniki o'zi bek yilqi umumiy kitap bo'lgandan keyin xalq o'ttirsida mana bu e'tibordan bek maqbul bo'lgan ekan, ham bütün ulamolarimiz asosan bu kitobga yuzlanibdi ekan. Chunki bu kitobniki bosh tarfi iymondan tortib, ya'ni Alloh mana butkul koinot yaratdi degan bu shuni tortib eng oxiri bo'lgan, meni do'zax kiradigan, jannat kirib bo'lgan bo'g'ishlik orliqda men islom dinimizdan iborat islom dinimiz neki bir qismi bo'lgan asos qonun manbai bo'lgan, ikkinchisi bo'lgan hadisi nima deydi? Mushning hammasini zodi Misbah Mesabih Sunnah degan kitobda bor. Mana bu bo'lgandan keyin bir odam haqiqiy mu'min, men musulmon bo'lay desa, aslida bu kitobga murojaat qilsa bo'ladi, yetarli. Mana bu e'tibordan kishilar noyat bakjiq mana yüzünüp vay ubdan kitapga deb qo'ldan qo'lga işte o'qiydigan her mudarris, yani o'zi o'qitadigan ham madrasada o'qitadigan mushta holat shakllangan shuna bo'lsa-mu, lekin ba'zi ulamolarimiz hadis ya o hadisin o'zida falon sahabe ya falon muhaddis İmam Buxoriy ya İmam Muslim mushta rivoyat qildi deganlik bo'lmaganligi uchun shu bu hadis nimidi, ama hadis zaifmidi yoki mavzumidi deydiganlar muşunda bir fikirçi paydo bo'lgan. Mana mushlar paydo bo'lgandan keyin buni qarta ulamolarimiz har xil shaklda bu kitobga sharhi va tahrijdan iborat bo'lgan mana kitobni yozgan. Mana kitobni yozib, shu orqali o kitobniki ne kadar qimmat ekanligini isbotlagan. Endi shundoq bo'lsa-mu, endi ba'zi olimlar bu kim rivoyat qildi degandan keyin mana shu ishlar bo'lgan, shu qatorda anidan keyin mana bu İmam Tabrizi rahmetullohi alayh bu ahvolni ko'rgandan keyin bu odamga anidan keyin bu kitobga bir qancha kirgizish, ya'ni o'zgartish, ya'ni o'zgartish aslida emas, qo'shidir. Ya'ni o hadisga qarab olsa kimninki deganligi, qaysi sahobaning, qaysi muhaddis rivoyat qilgan bo'lmagandan keyin men İmam Tabrizi bu Mesabih Sunnah degan kitobga mana qaysi sahoba rivoyat qildi, qaysi muhaddis, mana İmam Buxoriymi yoki İmam Nasaiymi buni rivoyat qildimi, hammani buni-chu degan. Buni qo'shish orqali qilgan. Yana bir alohida qanday İmam Tabriziniki 3-bobni qo'shdim, ya'ni qo'shgan. Biz o'tgangi darsimizda, mana oldingi darsimizda mushu mazmunda
to'xtalgandik. Men bu adam, bu ikki odam qachon tug'ilgan, nalik, qachon vafot bo'lgan, u odamning kitoblari bilan qandoq kitob degan edik. Undan boshqa islom dinimizdagi men sunnatlik o'rni qandoq. Men bu to'g'riliq bilan Qur'oni Karimdagi bir qancha oyat o'qildi va undan boshqa jiq oyat bor dedik. Men shu mazmunda to'xtaldik. Hozir endi kitobniki asos bo'lgan, ya'ni Imom Tabriziy rahmatullohi alayhiniki Mishkatul Masabih degan kitobiniki asos xutbaga keldik. Bu kitobniki xutbasi asos kitobniki mavzui emas. Mavzui, ya'ni mavzudan burun bu kitobniki ash xutbasi bo'ladi. Bu xutba muqaddima deymiz. Bu muqaddimaniki ichida musannif bo'lgan adam o'ziniki shu talantini, o'ziniki ilmiy istedodini bu yerda ko'rsatadi. Ko'rsatish orqali bu adam bu kitobning ne mazmunda yozganligini, qaysi mazmunda o'z ichiga olganligini bu yerda bekitadi. Buni nima deymiz? Muqaddima deymiz. Muqaddima degan nima degan gap? Asli muqaddimaniki asli mutaqaddima. O'zi qaddama yuqaddimu taqdimdan iborat bo'lgan fa'ala bobidan bo'lsin ilgari qildi deb. Lekin bu lozim mutafa'il, ya'ni tafa'ala bobidan bo'lgan men ismning ma'nosi deymiz. Ya'ni muqaddima degan gap mutaqaddima degan gap. Ya'ni kirish so'z degan gap. Nima uchun bu kitobniki 5-diki bu muqaddimaniki o'zini, ya'ni kirish so'z oldin deyilgan gapniki o'zini muqaddima deydi desak, nechqatim kitoblarda deyildi. Chunki burungi davriniki o'zida urush bo'lgan vaqtdagi o'zida urushniki shakli askari jihatda 4, ya'ni 5 asos qanot taraf bo'ladi ekan. O'ng taraf, ya'ni qo'mondonniki, ya'ni podshohniki urush chiqqan vaqt o'zida o'ng tarafdagi askar bo'ladi ekan, sol tarafdagi bo'ladi ekan, oldi oqi ham qalbi deydi. Men oldidagi muqaddima deydi ekan. Men shuni o'xshatib, o'limalarimiz shu burun davrini tortib, men muqaddima deb atilib ketdi ekan. Hozir endi biz endi bu Mishkat Masabih degan kitobniki o'zini assak, men Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillah degan bu gapcha ko'rinadi. Endi ko'ringan ekan bu kitobniki mana shakli birinchi bo'lib, mana bu islom kitoblarniki aloyidagi boshqa kitob qaragan vaqtning o'zida bu yerdan belgilanadi. Mana har qanday mana bir islom diniga oid kitob bo'lgan bo'lsa, o'chaniki o'zida boshda bismillah bo'ladi, shuni bilan birlikda alhamdulillah yoki ba'zi kitoblarda bismillah bo'lib alhamdulillah bo'lmaydi. Bu bir islom dinimizdagi bir nemisi o shuari. Mana bu shuar qilish orqali anadikin bu islomiy kitobkan, islom to'g'riliq, ya'ni Qur'on bilan hadis to'g'riliq gap qiladi ekan degan gapni nima qilamiz, uni bilamiz. Xo'sh, unda bo'lganda ekan hammamiz musulmon, bu odamni musulmon hammamiz bo'lganda ekan har qanday bir ishniki o'zida jazman bizniki qilig'imiz Qur'on va hadisga uyg'un bo'lish kerak. Hatto mana kitob yozish, mana kitob o'qishni tortib. Shunga bu odam men İmam Tabriziy rahmatullohi alayhi o'ziniki kitobini birinchi bo'lib Bismillahirrohmanirrohim deb nima qildi? Boshladi. Mana boshlashda nima uchun undoq boshladi? Chunki bu Bismillahirrohmanirrohim deb boshlagan vaqtdagi o'zida mana bu yerda nima deydi? Chunki Bismillahirrohmanirrohim deb boshlaganning o'zida mana bu odamniki esilgan yeri bizning ishimizniki qanday ekanini nima qilgan? Qur'on. Birinchi bo'lib bu odam Qur'oni Karimga ergishib degan. Chunki bizning qo'limiz Qur'oni Karim 5da nima deb bor? Sura Fotihaning 5da Bismillahirrohmanirrohim deb bor. Va undan boshqa mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga tushgan Qur'oni Karimniki mana bu asos bosh nimasi nima deb tushgan? Iqra bismi robbikallazi xalaq deb tushgan. Ya'ni seni yaratgan Allah Taala'nınki ismi olan isim bilen nima qil o'qi degan. Onda onu biz o'qimoqchi bo'lgandan keyin hozir nima bilan o'qishimiz kerak? Bismillahirrohmanirrohim debchi o'qishimiz kerak. Mana bu Qur'onga ergashib o'tgan bo'ldi. Undan boshqa mana bismillah deb deyishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamniki mush mazmunda noyijik bir asos hadislar var. Yani bazıları o hadisdeki o'zi zaif deydi, bazıları yine bir narsa deb işte dismi. Lekin şu hadisdeki umum mazmundan her qanday bir shalliq bir ishni bir adam boshlamoqchi bo'lgan bo'lsa, shu ishniki o'zini Bismillahirrohmanirrohim deb meni boshlamagan bo'lsa, u ishniki o'zi abtar, aqta degan mushu shakldagi rivoyatchi bor. Yani her qanday bir ishni
bir adam, bir mümin adam başlamasa o işiniki berkit olmaydı. Akıbeti olmaydı, akıbeti yaxşı olmaydı degan mazmunda nima var? İş var. Şunun için bu musannif rahmetullah alayhi yüzü muhaddisi olgandan keyin hem katta alim bo'lgandan keyin mushu hadisga asosan bu adam o'ziniki kitobini Bismillahirrahmanirrahim deb nima qildi? Boshladi. Xo'sh, endi bu ishlarniki o'zi nodijib. Mesela yaxshi ish var, muhim ish var, farz bo'lgan ish var, mustahab bo'lgan ish var. Bu ishlarniki asosan har qanday odamniki o'zi mana mayli yesin, ishsin, mayli qanday bir yerga bir ishni qilsa, yana bir ish qilmoqchi bo'lsa, men mu'min, musulmon degan odamniki o'zi jasman bismillah deb boshlash kerak. Bu to'g'ri ham payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning nimasi var? Hadisi var. Endi xo'sh, endi bu ishniki o'zi yaxshi obdan ishlar emas ekan. Mesela haram yoki makruh ish bo'lgan bo'lsa, uçan o'zida qat'iy deyishkicha bo'lmaydi deydi ulamolarimiz. Mana bundan ishniki o'zini deyishniki o'zi mana tubda nima u xato deydi ulamolarimiz. Shunga bunda bir ish, masalan, u burni kirgan vaqtda o'zida nima demaymiz? Bismillah demaymiz. Uçan o'zi nima deymiz? Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'deki öğretken nemisi var, hadisi var. Auzubillahi minel hubsi vel habaisti. Men onun da başka mesela araka çıktı ya ki müzika ya ki hata bir şekildeki benesi okan olsa, uçağındaki üzüdü mü Bismillah deyiş, o dememesi o doğru emas. Çünkü bu Bismillah deyen gepniki üzü bu doğru bir şekildeki neme o isim. Ama o adamniki hata işniki üzü İslam dinimizde o iş degan olmaydı. O haram, munkar iş olgan bo'lgandan o iş hesaplanmaydı. O iş hesaplanmagandan o işni o adam yeniden başladı deb nima olmaymiz, onu hata qilmaymiz. Shuning uchun bu adamniki aşında hata, aşında bir harg'ish ichadigan vaqtimizda nauzubillah yoki o'g'irlik qilib yoki o ishni qilib yo bu ishni qilib shu chog'ning o'zida ma ishim o'ngishli bo'lsin deb bismillah deyish qat'iy nima emas, o durustcha emas. Endi Bismillahirrahmanirrahim'deki o'ziga kelsak, mana Bismillahirrahmanirrahim mana hammamizga ma'lum. Hamma yerda, hamma kitoblarda ham bor. Buni jiq anlagan bo'lishimiz mumkin. Shunda bo'lsa-mu, biz hamda muhim bir kitobni o'qiyotgan bo'lgandan keyin buniki hamda sarf va nahviy qoidasiga asosan ba'zi taraflarni deyishimiz uchun to'g'ri keladi. Hamda Bismillahirrahmanirrahim. Bu yerda bani deydi. Bismillah. Biz o'qidik. Mana nahviy kitoblarniki o'zida mana al-ba lil-insaq deb o'qiymiz bosh tarafda. Mana bu yerda hamma kitobda asos jihatim mush mazmunda cho'p bor. Unda o'qigan bizniki shu o'qigan kitobimizga asosan bu yerdagi ba nima bor? Endi hammamizga ma'lum arab tilida men ba degan bu harfniki o'zi bir qancha ma'no bilan cho'p keladi. 12 ma'niniki ichida mesela 10 necha ma'niga asos bo'lib keladi. Shuning ichidan asos mavzuul la bo'lgan ma'nosi bor. Undan boshqalari majoz ma'nolari bor. Men mushdaqchu ma'ni bor. Uni olib qo'yadiki Bismillahirrahmanirrahim nima ma'nida? Masalan, ilsaq deb o'qidik, isti'ana deb o'qidik, masalan, zoid deb o'qidik. Deganidek, ashundaq ham ta'diyat uchun deb o'qidik. Shundaq bir qancha ma'ni bor. Buning ichidagi bu ba nima uchun ba? Mana buning ichidagi baniki o'zi mana bu yerda nima deydi? Ba'zi hamma o'limlar asosan bu yerdagi hamda o'xshamaydi bizning tushunishga asosan ba'zilar ilsaq deydi. Ba'zilar isti'ana deb atiladi. Ya'ni Rahman, Rahim bo'lgan Allohniki isminiki yordami bilan men nima qilaman? Shuniki, ya'ni ilsaq degan mening boshlashim Alloh Rahman, Rahim bo'lgan Allah'ın ismi bilan müjde çapışıp, müjde çip tutup, müşuna birleşip boludu degan gap. Bu yerda ba har qanday vaqtning o'zida mana biz o'qidik. Ba degan gapning o'zi bir harf. Harfniki o'zi arab tilida mustaqil bir ma'noni bildira olmaydi. Jazman uniki yanida bir o'zining mutaalliq bo'lgan, o'ziniki yanidagi bir narsa bilan ondakin o'ziniki ichidagi ma'noni hamma mandaq deb o'qiy oladi deb o'qidik. Unda o'qidik Bismillah'niki ba'diki mutaalliq nima? Bu yerda hammamizga ma'lum mana Bismillah'daki mutaalliq bo'lgan narsa shu bir odam har musulmon odam har qanday bir ishni boshlasa
şu vaqtdagi o'zida shu ishniki ash ishni men Allohniki mush ism bilan boshlayman degan gap bo'ladi. Masalan, yesin, issin, kim kaysin, uxlusun, qopsun, to'sun, mangsun. Suv içsin deganidek tamoq yesin. Mana mushu e'tibor bilan bu boniki bu yerda mutaalliq mahsub bo'lishi, mana bu boshliq shu boshlig'a odamniki qilmoqchi bo'lgan ishga mutaalliq aloqador bo'ladi. Mesela biz o'qidik, o'qandan keyin hozir kitob o'qidik. Bu yerda mutaalliq nima? Bismillahirrahmanirrahim aqra'u. Tamoq yesakchi aqulu. Masalan, gap qilsakchi yana aqulu. Deganidek men albasu kim kaysak, mesela suv ichsak ashrubu deganidek mushundoq pil u yerda nima bo'ladi? Muqaddar bo'ladi. Ya'ni muqaddar degan gap lafzida deyilmaydi, uniki lafzida deyilmaydi, uning ma'nosi bor degan gap bo'ladi. Endi bu yerda hammamiz ma'lum bo'yinki mutaalliqni boshqa qilmaymiz. Uniki nemisini mutaalliqi har qanday bo'lsa kim bo'ladi? Meni bu ilm ma'nida ham o'qidik. Chunki bu yer taxsis bo'ladi, ham bu o'rinniki o'zi Alloh taoloni men hurmatlaydigan, ulug'laydigan bir joy. Men ulug'laydigan, hurmatlaydigan bir joy bo'lgandan keyin agar biz bismillahning beshiga masalan qaratu ya aqrau degan gapni qo'yib qo'ysak, hurmatsiz qoladi. U Allohning muborak ismining beshiga boshqa bir pilchi chiqib qolgan bo'ladi. Bu maqomniki o'ziga bu nima emas, o loyiqchi emas. Shu buniki muqaddar jazman buniki oxirida nima deymiz uni? Muqaddar deymiz. Chunki biz ma'nida o'qidik. Bir narsaniki asli muallaq bo'lgan narsaniki o'zi men mutlaq boshda bo'lish kerak. Yo'q, oxir bo'lmaydi bu nahviniki qoidasi. Qoidasi bosh turib nima uchun keyin deymiz esa bu yerda ilm ma'nida o'qidik taxsis. Taxsis var. Taxsis var. Yani Allah'nınki ismi bilan lam nima qilaman, o'qiyman degan bu yerda nima qilib chiqirdi? Taxsischi chiqirdi. Endi bu yerda bismi dedik. Ba degan nima u? Asl ba degan gap bu yerda ilib majtaq bir bo'lish kerak. Bu yerda 5da yozilgan vaqtda ba deb yozilgan ani badal deydi. Mana ba bilan ism deganchi ism mana hammamiz bo'lamiz. Bu ism degan men sumudi mushtaq dedik. Chunki buniki jam'isi nima? Asma. Asma kelgan sumudi mushtaq. Mana bu basiriq ulamolarning ko'z qarashi, ko'pchilik ulamolar nima deydi ismni vasmidin deydi. Ya'ni alomat deb mushtaq qiladi dedik. Ana o'g'andan keyin mana bu yerda ba bilan ismining ikkisidagi o'rtasida ilp yo'q. Asli ismun dappa bu ismin nima? Ilp vasl. Bu ilp vasl bo'lib, mana shunday boshni oxir o'qigan vaqtdagi o'zida buni nima qilamiz? Uni ulab o'qiymiz. Endi bu yerda nima uchun bu yerda bu xatni tushiryapti buni desa, chunki bu bismillah degan gap nihoyat jiq degandan keyin jiq yozilgandan keyin shu e'tibordan takror jiq bo'lgandan keyin bu yerda har qanday adam bağlan ismniki oldidagi ilibniki tushib ketishini muqarrar deb nima qiladi ya biladi. Men shu e'tibordan takror jiq bo'lgan bo'lsa, u gapniki delishi xalq o'tirib jiq bo'lgan bo'lsa, bu tahbib yengiltishi nima qiladi? Taqazzo qiladi. Shu e'tiboran bu yerdagi ilibniki o'zi, ya'ni ba bilan shu ism yani is yo'q. Bu yer tushib ketishi sababichi u bo'ladi. Endi ism degan mana oyatda degandek u. Mana Alloh, mana ba degan jar majrur, uniki mutaalliqi mahzub. Mana dedik. Mana ism degan nima? Muzaf. Alloh nima bilan? Nima? Muzafun ilayhi bo'ladi. Allohning dedik shuna. Allohniki nima? Ism bilan degan deymiz. Bu yerda izofat yani bir qancha bo'ldi dedik. Bu yerdagi izofat nima? Bu yerda ism jamid bo'lgandan keyin u izofat ma'naviy bo'ladi. İzafat ma'naviy 3 xil narsaniki e'tibor bilan, taqdir bilan bo'ladi deb o'qidik. Undan bu yerda nima? Taxsis. Ya'ni Alloh uchun bo'lgan, ya'ni bismin lillahi degan gap. Alloh uchun xos bo'lgan bir ism bor. Men shu ism bilan boshlayman degan gap, ya'ni G'ulom Zaydinga o'xshaydi. Ammo bu masalan sifat yoki mushtaq ya ism pal ism bo'lib qolgan bo'lsa, u chaqda izofat labziy bo'ladi, u buning ichiga nima qilmaydi, o kirmaydi. Endi bu yerda Allohniki ism bilan boshlayman dedik. Endi Alloh degan gapning o'zida bu ulamolarimizdagi o'tirsa, muhaqqiq ulamolarning o'tirib jiq talash tortishyapti ekan. Ba'zilar arab emas bu gapning o'zi, boshqa tildan keldi deydi, birisi arabdan deydi, vala yaludi deydi. Nihoyat jiq. İnşallah bu mazmunda yine başqa shar'iy kitoblar olsa, uni da biz foydalansak bo'ladi. Endi Allohning ismi. Mana Alloh degan kim o? Hammamiz bilamiz. Bütün kainatni yo'q yerdan mushundaq bar qilib, mana yoritib, mushundaq ep ketib qolgan zotniki o'zi, uniki avvali yo'q,
va uniki tuganchisi yo'q bo'lgan bir zot. U zotniki o'zi mana yaratilgan mahluqotniki hech qanday bir tarafni har qanday nima tarafni nima qilmaydi, o'xshamaydigan, mana yakka yegona sifatda, zotda, qiliqda va ismda yakka yegona bo'lgan, mana hech qanday o'xshamaydigan nima o bir zot. Mana butkul koinotga narsa, mayli u ko'zi ko'rinsin, ko'rilmasin, biz mana aqlimiz orqali uni uqalaydigan bo'lmaydi. Ya'ni mavjud bo'lgan har qanday narsa. Mayli bo'lsin, mayli kofir bo'lsin, mayli bo'lsin, hammani Alloh nima qilgan, yaratgan bir nima o kuchli bo'lgan bir zot. U zotning ismi Arabchada nima? Allah. Buni Qur'oni Karimda o'zini Allah nima dedi? Allah deb tanishtirdi. Shuna bu Allohga butkul koinot biz ashla ishonch qilsak, o'shaning o'zida biz Allah deganimiz nima o? Yaxshi. Allah o'zini ta'rif qilib Allah degan bo'lgandan keyin men 100 yaxshi bo'ladi. Bunday obdan bo'ladi. Ammo boshqa bir tilda, mesela biz Uyg'ur tilida Xudo debdik. Yoki boshqa bir tilda mesela ingliz boshqa bir til bilasi debdi. Agar shu tilniki o'zi, shu gapniki o'zini bildirsa bo'laverdi. Ammo shu tilniki o'z ba'zi bir til va uni uqtirdi ham boshqa bir narsani uqtirdi urf odatda. Mesela Tangri. Mesela Allohning o'zi Tangri desak, shu e'tiqodga asosan, yani şu Tangri nima deb e'tiqod qildi, shuni asosan ani ishlasimi bo'ladi, lekin hurmatsiz. Nima uchun? Tangri deb kelgan vaqt o'zida ko'pincha vaqtning o'zida mushrik, yani Uyg'urlarniki islom diniga kirishniki oldida e'tiqod qilgan shaman, laman va undan boshqa mana har xil dinga e'tiqod qilgan. Shu e'tiqod qilgan shu dindagi xudosini nima deydi ular? Tangri deydi. Mana bu Tangri degandan keyin ashuni o'xshab qolamdiki, hurmatsiz bo'lib qolamdiki degan asosda o'shaning o'zida Tangri deyish degandek nima emas u, ubdancho emas. Endi Rahman dedik. Mana Rahman degandan keyin Rahman bo'lgan Alloh dedik. Mana Rahman degan nima? Bu Rahima yarhamudan chiqqan bu nima? O sif mushabbah. Ta'lan vaziga binoan kelgan. Bu yerda Rahima degan nima qildi? Ichi og'ritdi degan gap. Ya'ni ma qalbining o'zi bunda villati nima qildi? O odamniki o'zi ichishdi. Yani onunla hissiyat qo'zib mushtaq bo'ldi degan gap. Bu odamda Allohniki oshundaq bo'lamdi insonidek. Yani Allah ki Rahman, yani içini ağırtıkçı, yani Allah'ın kimi kalbi varken, müştah neresi varken, şuna diyen demez. Bu yerde biz bu muteallik, yani bu içi ağırtıkanın ki muteallik olan, gayesi olan, yani onu emirleştiren iş değil mi? Yaxşılık kılış. Yaxşılık kılışını biz ne kılımız? Yaratılımız. Yani Rahman, Rahim boğan Allah diyenlerini ki üzeden insanlık içini ağırtıp, oy dep nememez. Yani Allah Teala muşundak bütkül kainattaki her bir məxluq, her bir nəsige hiç qanday demezden onuğa mene Allah nemi qıp turdu? Men inam qıp turdu, berip turdu. Aş adamniki özüge nemi ihtiyacı olsa hemme nəsini berip aymay ya ama demezden muştaq qıldığan nemi o zat deyen gep. Endi bu Rahim boğan neminin özü mene Rahman, Rahime hem Rahime işkelisi bu. Bu yada bazı ulemalarımızdaki deyişler Rahman om deydi. Hem kafir hem Müslüman deydi. Bazıları Rahman degan gapniki o'zi. Bu om bo'lgandiki Rahim degan gapning o'zi faqat Alloh taoloniki oxirat bo'lgan vaqt o'zida mu'minlar qilgan nemisi o rahmetini ko'z tutadi deb mundaqcha tushunadi. Ya'ni demak, men Rahman ham Rahim bo'lgan Allohniki ismi bilan nima qilaman? Başlayayım. Yani başka isimli sıfat ne için demeydi? Allah Teala'nınki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yedisi diye asasen benim kaç ismi var? 99. Bazı rivayette, bazı da ulemalarımızın ondan diyecek ya ki az. Ne için bu sıfatın içi bu ikisini ne bakılırsa? Çünkü bizdeki muşu kitap okuş ve ondan başka her kandak nesneki üzerine Allah'ınki Rahman ve Rahim'den çok kutuluk olmayız. Bizim hayat oluşumuz, kitapla okumaya gelişimiz, kitap okumaya da oturuşumuz Allah'ın bize kannemisi inamı, hem ihsanı, hem ikrami. Bu kadar inam ihsan buludu. Çünkü hazır qarab bakalım net 100 bin adam var. Başka adam okumadı. Şunun içinde bunda bir yedis, uluk bir nimetini okuyma degenliğindeki üzgü Muşadaki adamlarga deydi. Ya muş şekildeki başka o'qatgan adamga Allah in'om qilsa, o adamga ikrom qilsa, men o adamga Alloh taolo shunda fursatni yaratib bermasa, o qila olamda, shunda tushuntirib bermasa, qilmaydi. Men shu e'tibor bilan Alloh bizga mushundaq bir ne'matni, mushundaq yedistisi o'qiydigan, ham u hech qanday narsani qilmaydigan, mushundaq bir ne'matni Alloh taolo bizga beribdi. Shuni qaragan vaqt o'zida Alloh Rahman Rahim ekan.
degan mushu sifatlar va undan boshqa jiq mazmunlar va men mushu sababdan shunga har qanday ishninki besida nima deyish kerak? Bismillahirrohmanirrohim deyish kerak. Ba'zi odamlar deydi ekan, bismillah degan yerda aytsa bor, ar-rahmanirrohim desak bo'lmaydi degan gap. Bu odamniki aqlsiz, mana ilmiysiniki ne kadar töven ekanligi bu yerda chu bilinadi. Bir odam yedisida mesela bismillah dedi, rahmanirrohim degan gap yo'q ekan degan gaplar ham bor ekan. Bu qanday gap? Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bismillah dedi. Bismillah degandan keyin buni muzaf sulasıga bu aylandırıp bizniki okuduk onu besmele yu besmeletten deb. Bu yer Bismillah degan gapniki o'zida mena Bismillahirrohmanirrohim deb uniki ismi mushtahda degan gap. Bu yerda Allah Rahmanirrohim degan gap yo'q. Mana deymiz degan gap mushtah gap uchun chiqib qoladi endi. Endi ikkinchisi elhamdülillah. Endi Muşu Bismillahirrahmanirrahim degandan keyin mana bu Qur'oni Karim ham hadis Rasulullahga asosan bu asosiyatni yetdi. Endi bu yerda yana elhamdülillah deb nimishqa deydi bu yerda desa, bu yerda bismillah elhamdülillah biz nima qildik? Masalan, atib qildik. Bu yerda atib qilishdagi bir qancha ilmoniyni o'qidik, bir qancha shartlar va kamal ittisol, kamal inqito va shibi deydigan. Bu yerda endi bu yerda atib qilmaslik nima uchun? Chunki ikkisiniki o'ttirisi kamal ittisol var. Yani bismillah Allah'ın maqtash hem elhamdülillah ta'kid yani maqtash. Şu itibarı bu yerda nima yo'q? Bu yerda elhamdülillah yani velhamdülillah atib qilish şu yo'q, ana atib qilsa bo'ladi. Asli arab tilidan har qanday bir cümle bo'lar ekan, o cümleniki ikkinchi bir tarpiga mana bu nim bo'lishi, mana yoki atib qilinishi yo qilmaslik asos manba şu buludu. Endi atib qilmaslik kerak. Asosi bu nima? O cümlelerga o'zi mustaqil bir narsa uqtirgan bo'lgan. Lekin atib qilishi bir sabab buludu. Endi bu yerda ham atib qilmaslik ham bo'ldi. Bu yerda uniki sabab bo'ldi, bu yerda degandek. Ondan oldiki bu yerda elhamdülillah'ni nima uchun yine deydi o desa, bu yerda bir ta'kid. Hem ne bol ta'kidin o'zi nima qilish, yuqorgi gapniki o'zini alohida kuchlantirish. Alohida kuchlantirish bo'lgandaki shu sababdan ayna musannif rahmatullohi alayhi, ya'ni imom Tirmizi, İmam Tebrizi rahmetullahi aleyh elhamdü degan gapni şu dedimdi. Endi elhamdüdeki nima? Hamd degan nima degan gap? Bu hamide yahmedu. Hamdan. Bu faile yapalu babida chiqqan bir nima o? Pilniki bir isim. Yani bu hazır mı yani isim mastar. Yani elhamdü degan nima? Hamd etish, yani maqtash. Bizdeki Uyg'ur tili danlash, maqtash deymiz, mana danlash deymiz. Mana bu yerda iliplarniki mesela istig'roq va yoki jins deydigan o'limalarimizni ko'z qarashi var. Yani bu yerda istig'roq jins degan nima gap? Yani maqtashga aloqador bo'lgan har qanday bir narsa faqat kimga xos? Allohga xos degan gap. Shum Allohga xos. Bu yerda hamd bilan mesela arab tilidan hamida deydi, madaha deydi, shakura deydi. Buniki hammasi o'limalarımızın ba'zi deyishicha bu alfaz mutaradif. Yani ma'nosi bir, lafzi boshqa o'xshamagan bilan deydi. Lekin buniki ishlatilishida bu nima har birisiniki o'ziga ayrim o'rinlar bor. Mesela elhamdülillah degan, men ham o'limarimizga ta'rif qilishcha ixtiyoriy bir go'zallik bo'lgan nimaga asosan aytilgan maqtash ne'matning ixtiloshniki o'zini hamda deymiz. Yani bu odam ne'mat ba'misun, yani ixtiyoriy holatda har qanday bir ne'matga asosan bo'lgan narsaniki o'zini men deymiz, ajab yaxshi qilibdi, voy ubdankan degan gap maqtash men alhamdulillah mushal ishlatildi deydimdi. Bu odamda alhamdulillah degan mubtada mana lillahi degan nima jari majrur, uniki mutaalliq mahzub xabar. Shuna qo'yamdi. Elhamdülillah hamd Alloh'udur deymiz. Bu xabar bo'ldi. Endi xabar bo'lgandan keyin bu yerda lillah jari majrur, uning mutaalliqi mahzub. Mana arab biz dedik ana arab tilida harf o'zi mustaqil bir ma'noni uqtiramaydi. Jazman uning nima bo'lishi kerak? O'ziki yeni keladigan bir narsa kelsa, shuni bilan andiki ma'noni uqtira oladi dedik. Shuning jahdidan bu yerda nimani qilamiz? O'shada bir narsa shu taqdir qilamiz. Shuni nima deymiz? Ba'zi o'limalarimizning deyishicha alhamdu xassun lillahi yoki mustahiqqun degan mushtaq narsa nima qiladi? Taqdirchi qiladi. Ya'ni bu yerda ham faqat Allohga xosdir deydi. Ya'ni nima degan gap? Bütün danlashniki hammasi
Mayli qanday dağlaş olsun. Şu dünyada mevcut çıkan her qanday bir yerde, her qanday bir kişinin ağzıdan, her qanday bir mahlukatniki içinden çıkan, her qanday güzelken, yaxşıyken, ubdanken, maşallah degan gapning hammasi kimga xos? Alloh xosdir degan gap bo'ladi. Mana bu nima? Haqiqiy tavhiddan keyin nimiz-chu bu. Nima uchun bu hammasi maqtash Alloh uchun deymiz desa, mana hammamizga ma'lum. Har qanday bir odam o'zidagi ubdan bo'lish, bu yaxshi bo'lish, ubdan bo'lishda ham bir ikki xil. Birisi kasbiy, birisi kasb emas, ixtiyorda yo'q. Bunda bir yaxshilik bor. Hamma narsa Allohning mulki. Hamda shu kasb qismi o odamniki o'zi yaxshilikni vujudga keltira olmaydi. Unda bo'lgandan keyin bir odamniki masalan eng bizga jiq oldimizga uchraydigani bir odamniki go'zal bo'lishi, chiroyli bo'lishi. Maşallah, acaba güzellikine, o çıraylıkkine, obdan kamlaşıptı diyen gapniki üzümü, o maqtaşniki üzü biz o adamı dağılgan bilen, lekin mahiyette kimle dağılganlık o? O bağlaş, o maqtaşkı kim layık? Allah layık. Yani aşlığı qarab, aşı güzelliği qarab, aş çıraylığı qarab, maşallah, muşu Allah, muşu kişini, yani muşu kılan, muşta yaratkan acayip kat Allah'a kıcımına, yani muşta mı kılalaydı ki deyimiz. Bu kim o? Yani bu ihtiyar yok bu adamın. Ben hakkında güzel olan desem, şekli cihette azrak bir güzel olanda şeytanlık ayet asasen tezeyyene lehum a'malahum diyenledek bu eğrisi şeytani bir kılıktan Muşundakın vay ben güzel oldum dep koysa güzel olup ne kadar güzellik sağlığını verip başta okuyan 2 saat ya 2 minutin içinde güzel olanda kamla ameliyatı çok unda yok. Ben muşunda bir güzellik ve kanda güzellik olsun şu güzelleştiren madde var onu da başka hemen nersindeki üzerine Allah neme koyan onu uçup beğen. O dersi bomsu yüzü ayrım bir dersi çok kılamaydı. Onun başka baylık değil. Onun da başka hürmetlik deydi. Onun da başka naat kuşlukken deydi. Ya ki andahken, mandahken, mümin, Müslüman da olsun. Hemen nesindeki üzerindeki dağlaş kime has? Allah'a has. Çünkü Allah o adamge ya o məxluqa şu nesini bəmisə özlüğüdən çok bulamaydı. Bu mesela adam ne bulmak için? Hem adam qarıqda güzel olup apısı ki apısına aşağı toğulmak için. Lakin onda çok bulamaydı. Hem adam çok bay olmak için. Bay bolalım da bay bolamaydı. Çünkü bu kainat ne? Bu dünyanın, bu mevcudatını idare kıvatkan bir kuşçu var. Onu tenşep bir odudu. Her bir məxluq, her bir insana neminin ki qandaq bəgəlligini o Allah üzücü bilidu. Bunun bir hikmet var. Madem ondaq berip koyuş, o onu cık verip koyuş, bunu güzel, bunu sert ya bunu otturma takıp koyuşun yüzü. Ya bunu bir alim, ya bu bunu çoğun. Töverek alim ya bilmeydiğim mındaq koyuşun yüzü o adamı nispeten, yani o adamı Allah açtaq bir şey, cezmen bir nemi var, hikmet var. O hikmeti Allah üzü çok bilidu. Hem insanlar mı bilidu? Biz buna qarab, muş adam eğer bunun ornuğa bayıp qalğan bolsa mesela, bazı bir kembeğallar var. Ma adam bayıp qalğan bolsa, yüzü kembeğalı turup, naat bu tikebbir. Yüzü çoğun tutulğan, hem nersi pul arqılıq ölçeydiğen, rezilmiş da insanlar var. Eğer onun qoluğa, şunda bir adamniki qolu pul çıkıp qalsa, qanda hop kete? Pul öndəklə oldu değil mi? Qavrımdəklə. Mene şu qılış arqılıq bazı insanlara Allah yüzündeki hikmeti bilen qanda qılıdı, yüzüge tuşluq, aşınığı layık, hem Allah aldı ahir ve işki vattaşkan hem bilip doğan deyken, onun qarta şunçilik nəsini şu birdi. Allah neyme şuna mu'ti, hem neyme qasim, mukassim. Allah taksimat qıp berdi. Hem neyme qıp berdi, hem onu bəgəndiyken bir işte hikmet bilen berdi, her bir nəsiga, o bəgəndiyken taksim qılışın yüzü neyme qıp berdi, taksim qıp berdi. Taksim qılıp yine, hem adamniki ma'lum derecede okşaş olmaydı. Bazı adamlar bir xil, bazı daha türcek ana. Hem adamın şu. Men müşahede bolğan güzelliğin yüzü, yaxşılık, ubdalığın yüzü mahiyette kim xas? Allah xas. Şunu bu yerde deyimiz. Hem bu yerde cümle ismiye. Bir adam dememiz deyimiz Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Diyen gapninki yüzüden bu yerde cümle iki. Birisi inşai, birisi ihbari dedik. Bu yerde hazır neymi cümle bu? Hazır şekli cihette ihbari. İşte ama vay. Mında tuttu değil. Lakin musannif ve bizlerge nispeten bu neymi oldu? İnşa oldu. Mani neymi o?
insha. Yani biz bunu nima qildik? Yangi paydo qildik. Yangi paydo qilib, "Ya Allohmush Rahman Rahim bo'lgan Allohning ismi bilan ma'ozi ma ishni qilaman" degandiki yangi qiladi. Agar ixbar degan nima xabar bo'lib qolsa, "O Adam mushundoq bismillah debdi, men dedim" deb naql qilish orqali qildi. Bu maqomga nima emas o? Bu to'g'ri emas. Shu buni deymiz hamda biz alhamdulillah deb so'z tafsirida hammasida shunaqa deydi. Unda o'g'andikin bu bismillah'niki mana alhamdulillah bu yerda deyish nima bu? Bu shakldagi bo'lgan mana u xabar emas, nima u? İnsha. Elhamdülillah ismi şu. Bu nima o? İnsha. Endi xo'sh, yana birisi elhamdülillah nima? Cümle ismiye. Şuna qanday cümle ismiye bo'lgandiki, cümle ismiye biz ma'anini o'qigan vaqtning o'zida nimani foyda berdik? Davom va subutni. Ya'ni hamdiniki Alloh sabit bo'lishi davomli. Davomli sabit bo'ladi, u to'xtab qolmaydi degan gap. Bir xil shu avtomatik mana shunday ketadi degan gap bo'ldi. Bu cümle ismining nimasi o? İfodasi. Shunday mazmuni. Endi xo'sh, uningdan keyin yana nahmadu dedi. Yani bütün yine hamd aşu Allah'a xas bo'lgandan keyin bu adam Allah hamd etimiz dedi. Hem onun da başka bu xutbiniki üze Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'niki mana Abdullah Mesud radıyallahu ta'ala'nınki rivayetinde Peygamber aleyhissalatu vesselam nikah o'qishga mush mazmunda bir hadis var. Muşunda Peygamber mush xutbini o'qishga ta'lim berdi deb. Shu nikah o'qigan vaqtning o'zida va uni da bosh jum xutbiniki o'zida ko'pincha vaqtning o'zida mushu duoni cho mana shu yerda va shahadu la ilaha degan men ashakaylik mushuncha o'qiydi. Bu bir hadis. Endi bu yerda yine bu yer cümle ismini keltirdi, onu da yine keltirdi bu ta'kid. Öyle cümle piliğini keltirişi bu yerda hamd etimiz biz şu Allah'a. Nemişqa? Nima hamd etimiz? Muşunda bir nimetini bergenge, muşunda bir kitabını o'qishdan iborat bo'lgan bu fursatni bergenge. Men muşu Allah'a biz hamd etimiz, bu hamd etimiz men o davomli ham subut olsa yangidan ne qilib turmaymiz? Hamd etib turamiz. Hamd etishning shakli nuqul holatda mustahkam yo'q bir shaklda emas. Hamda şu her bir yangi ish bo'lgan bo'lsa Alloh taoloni alhamdulillah deb tanlasak, yin bir yerda subhanalloh, yin bir yerda şu subhanalloh bi ham degan la havla va la quwwata illa billah, Allohu azim, Allohu kabir deganidek men har xil shaklda mushtaq nima qilib turamiz biz Allohga yangidan mushtaq hamd etib turamiz degan gap bo'ladi. Şu an bu yerda cümle piliniki keltirish şu bu. Yani bu yerda nahmaduhu deb nima uchun Ahmad deb bu yolg'iz odam do'st Ahmad hammamiz bilamiz. Bu yerda nima var? Bu yerda niki o'zi bu yerda o'zini kamsitish. Shunday men desam kibr bo'lib qolamdiki deb. Asl bo'lmasa ma odam o'zi yezib, men Imom Tabrizi rahmatullohi alayh o'zi yezib qolgandan Ahmaduhu deb so'ldi. Bu yerda hamdiyatimiz degan bizim yo'qdiq o'chaqniki o'zida bo'lmasa. Hem ve nesta'inuhu ve vav harfet ve nesta'inuhu ma'tub nahmaduhu nima ma'tub alay. Bu yerda elhamdülillah bilan nahmadu ikkisidagi o'ttirisi atib yo'q. Nima uchun? Ta'kid o'g'anlik uchun. Shunday ta'kid o'g'anlik uchun. Kamal ittisal var. Endi bu yerda ve nesta'inuhu buni aniq nima qildi? Jumla fi'liga nima qildi? Atib qildi. Endi ve nesta'inuhu yordam talab qilamiz biz şu Allohdan nimada Muşu kitapni nima qilishda o'qishda. Shu kitapni o'qib, oxiri shu o'qib, mana o'qishda va undan boshqa barliq ishlarimizda biz kimdan nima qilamiz? Allohdan yordam qilamiz. Alloh mana butkul koinotni yo'q yerdan bar qilib, mushundaq har bir maxluqqa o'ziga loyiq ashundaq bir narsa bir maqtash xizozalar bo'lgan zot bo'lgandan biz unda bo'lgandan shu zotdan biz nima qilmay bo'lmaydi. Men osh zotdan yordam talab qilmasak bo'lmaydi. Uni deb 2 kun bir vaqt bir mezgil onu da bir kuş olup, onu pul olup, onu yardım kanunu kuran. Maçtak zaten ne bakalımız biz? Yardım talep kılımız deydim. Ve yardım talep kılımız biz şu zaten ne mi de? Muşi kitabını okuşta ve bunu tamamlaştırışta mene ve onun başka işlerde Allah'dan ne bakalımız? Yardım kılımız. Yardım talep kılımız. Çünkü o Allah nime kadir. Hemen nersini çoğu aşında vay digiz vargan nersini berudi. Ondan Allah'da çoğu yardımcı talep kılımız deydi. Yani bu yerde İslam'a mensup olan bazı fırkalar var. Bu fırkalar mı yani bu red degen mudahnim var. Şu an
kitobning 5'idagi xutba qarash kerak. Bu adam ahli sunnami yoki ravafizmi yoki shiami yo mu'tazilmi yoki mana Jahmiya qabilasidan iborat bo'lgan mush kishilarmi deganidek mushu firqini farq etishda mush xutbadan farq etiladi. Chunki va yordam talab qilamiz degandan keyin bu chaniki o'zida kimga nim bo'ladi? Kimga rad bo'ladi? Qadriyaga. Qadarga inkor qilgan ash qadriyalar var. Chunki Alloh taolo hech qanday narsaniki o'zini Alloh yaratmagan. Bu yaratma taqdirmi Allohning qo'lida emas. Alloh yaratib qo'ydi, bo'ldi, ish tugidi. Unudaki qolgan ishlarning hammasi insonning qo'lida deydi. Qo'lida degandan Allohning yordam qilishiga ehtiyoj yo'q degan gap. Yo'q degandan keyin u chog'da ibodat bir qismi yo'q degan gap bo'ladi. Yo'q degandan keyin yo'q undaq emas. Bizning e'tiqodimiz shu ahli sunna val jamoa. U zotning o'zi butkul narsani hamma nima qildi? Yaratdi, yaratgan o'lchamni qilib yaratdi. Hamma narsa mushtaqa qilib berdi. Taqdir Allohdan shu bo'ladi. Biz uni ishimiz. Mana shu Alloh qilsa andaki bo'ladi deganlik shu bo'ladi. Endi yana va nastagfiruhu. Vayna endi buni nasta'in degan qaysi bobdan? Endi buni ushaq gapni qilib nima ketish emas. Nasta'in degan ana ya'inu. Aun. Bu sulasi mujarradniki bobidan. Bu sulasi mazidiki istabala bobidan ajvab. Shuna ajvab ya vavi. Bo'lgan bir bob endi. Ana ya'inu degan yordam qil degan aun. Degan gap va ta'avanu degan shu tapaada bobidan chiqqan. Ista'in degan istabaladan ya'ni aunni talab qilish. Bu yerda siz kirgan vaqtning o'zida mana nima talab ma'nosini bildirdi istabala bobidan. Avni nima qilamiz? Ya'ni yordam qilishni biz Allohdan nima qilamiz? Talab qilamiz degan gap. Vayna va nastagfiruhu degan nasta'inu nima? Atfi. Vayna yordam istig'for etimiz biz shu Allohdan. Şu istig'for etimiz kimga? Allohga istig'for etimiz. Nimada? Allohga mushundaq hamd etib kamchilik qilib kelishimizdan. Men o'qish jarayonida ba'zi loyiha olmagan ishlarni shu qilib kelishimizdan. Ya'ni shunida biz hamd etimiz va yordam talab qilamiz deb qoldik, dedik. Mushu ishda bir kamchilik, bir xatolik bo'lmagan bir ish bo'lib qolarmikin? Va undan boshqa insonniki o'zi nimadan iborat? Mana insonniki asli psixologiyada mana xato ishni qiladigan bir xil nima var? Ish var. Bu insandaki nima o? Tabii bir iş. Çünkü insandaki vücudda melek ve şeytani ikisi bir bo'lganda, ikkisi müşta tipirishib turganda, mana şeytani qilamichi ubba. Bu davomli nima qilib turdi? Xato ishni qildirdi, gunoh ishni qildirdi. Ma'naviy va ruhiy va jismoniy, moddiy xato ishni gunoh masal qildirib turgan gap. Unda bo'lgandan biz mana mushu jarayonida bir Allohga hamd etdik, ham Allohning yordam talab qildik deb o'tirib, ba'zi bir xatolik, kamchilik va undan boshqa uqmay qilib qolgan gunohimiz ko'p bo'lishi mumkin. Shuningdan Alloh taoloniki bizning gunohimizni yepishni nima qilamiz? Talabchi qilamiz. Yapsin ya Alloh. Men bechora ekanman degan gap. Endi bu yerda nastagfir degan istifada babida g'afara yaqbiru degan g'ufur, ya'ni mag'firat qildi deymiz. G'ifar degan asli nima? Yushirish. Yani bir narsa oshkor bo'lgan bo'lsa, uni yushudi. Yushudi degan gap nima gap? Yo'q qildi degan gap. Ya'ni yo'q qildi degan g'ifar ma besha kelgan nima deydi-ku arabchada, ya'ni saqlaygan nima. Mana bu narsaniki o'zini nima deydi uni? G'ifar deydi ya'ni. G'ufron. Unda o'g'andan keyin bu yerda gunohimizniki mag'firat qilib yepishni degan gapniki o'zi, bu nima degan gap? Ya'ni yo'q qildi degan gap. Yapsa o'ziniki yapsa ya yo'q qilib yo'q yapadi, ya xalq rasvochilik qilmaydi. Mana aslida yo'q qiladi ya yushirib mushtaq qiladi. Bu odamning gunohini islom dinimizda men jazolashda u odamning maxfiy gunohiga jazolamaydi. Qachoniki men o'g'irlik qilsin, zino qilsin, qachon oshkor bo'lib ketgandan keyin u yerda guvoh bo'lsa, meni hujjat pok bo'lsa, andiki jazolangan gap. Bo'lmasa uchun agar u odamniki o'zi unda bo'lmay tatib qolsa, onu amal var, neyim kılımız ya yuşurimiz. Bu doğruluk Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in imisi ve edisi var. Ama aşkar olup ketken vakti şu an, aşkar olup ketken vakti yüzüde, benim mahkemeye berip de, guvacılar berip, guvalık berip de, onun dikini yuşurimiz bulmaydı gitsek bulmaydı. Uçağda icraatlı şey buludu, uçağda vacip buludu. Veyna pana talep kılımız biz Allah'ın bizdeki nefslerimizdeki yamanlıqdın. Ve bizdeki emellerimizdeki naçarlıqdan nima qilamiz? Pana talab qilamiz deydimdi. Endi bu yerda va nauzu, aza yauzu. Auz degan nima?
iltijo qilish, bekinish. Men bir bechora ekanman, men bak ojiz ekanman. Men sizga bekinib, sizga yolverib, mushtaq o'taman degan gap endi. Unda o'g'andiki biz banda o'g'andiki nima? Ojiz. Men ojiz o'g'andikin bu ojizlik jihatda ham insonniki asli yaratilishda bu gunohdan iborat olan bu narsa qilish o'g'andikin innal nafsa la ammaratun bisu. Men oyat var. Anda o'g'andiki buni asosan mushunda bir xato ishni qilib qilishimiz uchun mumkin. Anda o'g'andiki biz qanday qilamiz? Men mushunda yomon ish. Men bizniki nafslarimiz yomonligi, nafsning yomonligi nima? Ruhiy gunoh, ma'naviy gunohdan iborat bo'lgan kibrlik, menmenlik, shuhratparastlik, obro'parastlik deganlik, mushundaq hasad deganlik, mushtaq nima va gunoh. Bu gunoh insonda nima qilmaydi? Ayrılmaydi. Unda o'g'an bu yomon. Unda o'g'an buningdan saqlab bizning yomonligidan saqlashga Allohga iltijo qilamizki, Alloh nima u qodir. Valla bizdeki amellerimizdeki nemesi yamanları, sayyi, naçarları. Amel degan nima? Xorici. Yani bizdeki maddi, tashqari günahımız var. Tashqari günah qavu, zina qilish, o'g'irlik qilish, adam o'ldirish, mushunda g'iybat shikoyat qilish, obro'ni to'kish, xalqniki dish orqali mana qiladigan nimalar gunohlar. Meni mushu gunohninki yomonliginiki bizga kelib qolishdan Allohga beqinimizki Alloh bizni nima qilsin, saqlasin degan çok gap bo'ladi endi. Endi shurur degan jam'i, sharrunniki jam'isi. Anfusana degan nafsun niki jam'isi anfus bo'ladi. Chunki anfus degan o jamiga uzab bo'lgan bo'ladi har bir odamning degan gap. Hem seyyatga seyyunniki jami seyyat bo'ladi. Mana amaluniki amal degan nima? Bu yerda nafs degan gapning o'zi ma'naviy dedik. Bu amal degan gap zohiriy amal. Bu yer ko'z tutiladi. Anda o'g'andikin buningki askinligidan buningki gunohniki bizga bo'lib qolishdan Allohga beqinimizki Alloh nima qilsin, saqlasin deydi. Ya'ni mushunda bo'laq katta bir odamniki o'zimi. Mana bu İmam-ı Tabrizi degan bu adam acayip katta bir adam. Şundaq muhis sünne aştadan nam ağan. Men mushundaq turgan bu adam o'ziniki maddi ve ma'naviy gunohniki o'zidan men xoli bo'lmaydiganlik, xoli bo'lamaydigan nima qilgan bu adam ishlangan. Shu bu adam nima qildi? Mana bu gapni aytdi. Bo'lmasa biz bunda adam bo'lib qolamiz. Voy men degan firishta, mendek adam nima o? Men degan vali, men degan ondiq adam, mandaq adam deb o'ltirib, o'chaniki o'zida qanday qilgan gap? O'shangiz kibrli qilib o'shada o'ng to'yga chiqib o'shda olib ketamiz. Lekin bu odamning undaqchi emas. Bu odam mohiyatni bilgandan keyin, asl insonning qiyofatini bilgandan keyin mushtaqchi deydi. Xo'sh, unda o'g'andan keyin yana bu odam deydiki, "Men yahdihillahu fala mudilla lah." Yani bu yerda bir odamiki u odamni Alloh hidoyat qilsa. U chaqning o'zida bu odamni ozdug'uchi yo'q deydi. Ve bir adamiki az dursa Allah, men o adamige hiç qanday hidayet qiluvchi yo'q deydimdi. Onda o andikin bu adamdi. Bu yerda iliplanni keltirmedi deydi. Keltirmesinki o'zida ana yuqori birisi atib qolgan bo'ldi. Bu yerda men ayrim bir mazmun munqati kamal inqita bir bo'lishi mumkin aloqasiz. Onda onu bu yerda atib qo'yilmaydi yoki bo'lmay bu uniki ta'kid degan bir mazmun chiqdi. Anda o'g'andikin bu odamdi. Alloh bir odamni hidoyat qilsa, hidoyat ikki xil ma'no yo'lida. Birisi hidoyaning asl lug'at ma'nosi nima? Uyg'ur tilida boshlab qo'yish. Boshlab qo'yishda ikki xil ma'no yo'lida. Birisi hidoyatniki ikki xil, birisi aynan hidoyatni o'zi qo'lni tutib bosh, ko'z tutib boshga akirib qo'yish. Yana birisi uniki yo'lini nima qilish, ko'z tutish. Men bu. Yani bu yerda bir adam Allah Taala, bir adam Allah hidayet qilgan bo'lsa, yani aynan o köy yo'lni ko'rsatib shubbatib shuni ichib akirib qo'ygan bo'lsa, u chaqning o'zida u boshqa hech qanday ozdurman degan kuchi yo'q. U yerda mayli har qanday delil, har qanday fitna fasod, har qanday bir narsa qismi, har qanday delil pak deb akasimi undan u odam nima qilmaydi, ozmaydi. Allah uni nima qildi? Saqlaydi. Chunki u odamniki vujudiga
mana Alloh taolo mana ilmul yaqindan iborat bo'lgan narsani qo'ygandan keyin u odamniki yaxshi ish qilishi bilan xolis, u odamning niyati ubdan, durustligi bilan ham Qur'on hadisniki mana shakl jihatda bo'lgan qo'yib bergan intizom va nizomga tushgan ibodat qiliqlarni qilishi bilan bu odam niyatda shu darajada, shu darajada aynan yaqini shu ko'rdi. Ko'rgandan keyin Alloh meni qilgan bo'ldi, ko'rsatgan bo'ldi. Undan keyin yana bir kuch apirib o'chani men buni nima qilsam bo'ladi, buni ozdurib, eziq turib, undaq qotay deydigan hech qanday bir kuch yo'q. Bu nima u? Haq tarixda shu isbotlangan. Yana bir sonada keyin va may yuldin. Kimiki ozdursa u Alloh. Fas u adam uchun hech qanday bir yo'l bosuvchi, hidoyat qiluvchi yo'q deydimdi. Bu odamni hidoyat qilishi Allohga isbot qildik, bu to'g'ri aql jihatdan ham muvofiq. Ham chunki Alloh taolo bir odamni hidoyat qilishda bu qancha oyatni dedik? Ikki. Birsi ashundaq yo'lni ashundaq qo'yish, mana boshlab aynan ko'rsatib qo'yish. Mana Qur'oni Karim hidoyatniki nimiz shu. Mana shu innaka la tahdi man ahbab degan gapning o'zi shu. Endi bir yerda Alloh hidoyat qildi degan hidoyatning yo'lini ko'rsatib qo'ydi. U ko'rsatib qanday qildi hidoyatning? Payg'ambar evatdi, Qur'on tushidi. Mana ulamolarning shu evatdi, ulamolar uqtirdi, tabliq qildi, yezivadi, qiladi. Mana mushu narsaniki nimasi o? To'g'ri yo'lniki mushu shakli mana bu. Mana mushu yo'l bossangiz, siz haqiqiy yo'lga dag'dam yo'lga mangsiz buni qo'ldan ko'rsatib qo'ydi. Ko'rsatib qo'ygan bu cho'q ne bo'ldi? Endi bir odamni Alloh ozdursa, bu yerda ozdurishda Alloh taolo bu yerda jabri mazhabniki nimaga qandak bunda e'tiqodchi emas, Mu'tazilniki nimasida. Bu yerda Alloh ozdurdi degan gapniki o'zini Alloh tutibla aqlni ishlamaydigan yoki bunda bir narsa qilish orqali unda ish yo'q bo'lmaydi. Ya'ni Alloh taolo qanday qiladi? U odamga hidoyat topgan, iymon etgan, yaxshi ishni qilgan, ubda ish qilgan odamniki hamma narsasi u odamda shu bor. U odamda ikki ko'z bor, ikki quloq bor, ham miyasi bor ishlaydigan. Ham vaqti bor o'qimaysa, u odamniki o'zida mana o'qiydiganga vaqti bor, ham tilimi kela oladi, o'qigan odamda hamma narsa to'liq. Unudimi yuqori. Men mushundaq imkoniyat bor turug'lig'in. Men mushundaq haqiqatlar bor turug'in. Mushundaq haqiqatlar o'tirib deylik turug'lig'in. U odamning o'zi uni unmaganligini o'zi nima bo'ladi endi? Nima bo'ladi? Bu yerda anidikin deymiz biz her birimiz odatda deydi, bizim bolalarimiz hamma narsa qilib bergandan keyin hammani qilib berib, pulni berib, hammani qilib bo'lgandan keyin unidagi u odamlar, u bolamiz nima qilmasa, unimiz nima deymiz? Menga qo'ysang hech qanday qilmayman chiqa deb qo'yadigan gap. Ya'ni bu yerda Allohning ozdurishi degan men mush shaklda bo'ladi. Meni Alloh meni payg'ambar evatdi. Qur'onni tushirdi. Uning tahi eng muhim bo'lgan aql tafakkurni berdi. Aql tafakkurni berish orqali bu odam uni chu biladi. Bizden yani dinde nima deydi? Dinde o'qiganda dindagi odam u xarofiy kallasi ishlamaydi, u mudaq deydi. U shayton oshniki osh kichkina biraz bilib qolgan, aldatgan gap. Aldab sendan gapni ubdan qilsan, chiroyli qilsan, va nega bo'lsang yuzing shundoq kelishgan, mustaq shu orqali anadiki u odam nima bo'ladi? Xato ishni qiladi. Buning bilan anadiki bu odam u yerda mag'rurlanib qoladi. Men mushunda boturxun Alloh taolo u odam nima qiladi? Vayron qiladi. Shuni ozdurdi. Buni ozdurgandan keyin ikkinchi bir odam qopib, chunki u odam aql va mana tafakkur qilish vaqti va o'qisi bo'ladi, tushunsa bo'ladi, hammani qilib turug'lig'in oqidan qanday qildandan? Oqida uni qilmadi. Qilmagandan keyin ikkinchi bir odam, "Endi men buni nima qilmasam bo'ladi? Men buni ash so'zlab, deyish orqali, mushta ko'zish orqali qilaman" desa, uchun hech qanday vaqtning o'zidan nima yo'q, o'chada hidoyat qiladigan bir kuch yo'q. Hidoyat qilolmaydi, to'g'ri yo'l boshlamaydi. Shuna hozir qarab baxmamizlar. Hozir dunyoda Qur'oni Karimni tarjima qilingan til yo'q. Mana internet, televizor hamma yerda deyilyapti, har tilda. Lekin buni anglayapti, o'qiyapti. Hem onun üstüge tek biz bek akıllık dünyanı başkuruvatımız her nesine başında icat kılıp rakita ve hakazanı dıvatıdı. Turukluğun mene bu şunda nesi tutsa, şunu içi tutsa bu adamda. Hem akıp yine hidayet tapmayı açta kısa. Bunu da kedi hem de hidayet kılmayı hareket kılmayı, davet kılmayı demek çemez. Onu çok kılmaz. O başka bir iş. Şuna
Bu ayetniki muşundaq hadis, ayetlerde Kur'an-ı Kerim'deki muşundaq bir yani düşünüp bulamay. Köpünce vaktimizde Mu'tazileden ibaret olan bu akli tefekkürün asas urun açıkımız deydiğen muşundaq bir itikatı çoğu bu kalıdı. Şu bunu da ne kılışımız gerek? Saklanışımız çoğu gerek. Hazırda dersimiz bir yarım saatte ondan çıkıp getipti hazır. Yani azrak okuyan bolsak mı? Lekin bunun içideki de dedik ya, endi kitapni o'qib sadece qaraq kelin bo'ladi. Asas mazmun o'tgan vaqtimizda jiq-jiq o'qiymiz. Bizniki hozirgi meni darsimiz mana mushayishlik bo'lsin. Va oxir da'vana alhamdu lillahi robbil alamin.